O'zbekiston Superligasi 9-tur o'yinlari davom etadi. Mehmondan hech bo'lmasa bir ochko olishga harakat qilishi aniq. Demak, bizga ikki jamoa tarkiblari namoyish etib berilmoqda. Markaziy hujumda 10-Shohruz Norxonov, zaxira hakami Muzaffar Yoqubov, hakamlar nazoratchisi Bobur Haydarov, uchrashuv komissari Adeliya Kurmayeva. Demak, yuqoridan uzatma amalga oshirildi. Bosh bilan zarba. To'singa tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda Marko Kolakovich. Hozir bosh bilan zarba yo'llaganda. Nasaf parallel tarzda g'alaba qozonyapti. Onlayn jadvalda 2-o'rinda 21 ochko bilan hozir jarima maydonida to'pga yetib bora olmadi Buxoro futbolchisi Shohruz Norxonov. Qo'hna shaharliklarda yana Abdumajidovning o'ziga to'pni qoldirdi. Uzun pas oldinga tashlandi. Ibragimov to'xtata olmadi. Basharning zarbasi xavfli. Yosip Tomashevich, Muhammad Yo'ldoshev, yaxshi uzatma amalga oshirildi. Yo'ldoshevning ikkinchi qavatdan pasi, bosh bilan zarba va gol. Buxoro hisobni ochganda, ammo ofsayd sababli bu urinish inobatga olinmayapti. Shohruz Norxonovning mavsumdagi 4-goli bo'ladi. Ofsayd. Abdumajidov, Resan chap qanotga yuqoridan Igor Sergeyev. U ikkinchi qavatda odatda himoyachilarga imkoniyat bermaydi. Hozir ham xuddi shunday bo'lmoqda. Mana ko'rsatyapti u hujumda yarimta imkoniyat bo'lsa bitta gol uradigan o'yinchi ekanligini. Superligada to'p urarlik uchun kurashmayotgandi Igor Sergeyev. Qaytdi va kurash ham qaytdi. Hozir Nasaf Xorazm bilan durang o'ynadi 8-turda. Paxtakor mag'lubiyatga uchradi. Va bu faqat 8-turdagi holatlar emas. Hozir Igor Sergeyev Bashar Resanning o'ziga qaytarib berdi to'pni. Keyingi pas O'rinboyev qabul qilyapti va gol! Rikoshet natijasida to'p darvoza to'ridan joy olmoqda Muhammad Ali O'rinboyev. Kamoliddin Tojiyev qarori to'g'ri ekanligiga ishora qilmoqda. Hujumning rivojini takroran ko'ramiz. Bu yerda himoyachilar chap qanotni juda ham katta bo'shliq sifatida qoldirishdi raqibga. Bundan esa foydalanmoqda O'rinboyev. Jamoa sardori Kolakovichdan to'p kelganda rikoshet orqali, keyin yana rikoshet. Sardor Sobirxo'jayev deya olamiz. Zo'r o'ynadi. Taym o'z nihoyasiga yetmoqda. O'yinchi bo'lgan ekanlar. Demak, 8-raqamda qayd etib qo'yamiz. Frane to'p oldida. Yuqoridan pas. Vladimir Nazarov juda ham yaxshi o'ynayapti. Aynan ikkinchi qavatdan kelayotgan to'plarni yutib olishda. To'g'ridan to'g'ri tepib berdi hozir. Zarba yo'llanyapti va gol! Juda ham chiroyli tarzda darvoza ishg'ol etilyapti. Darvozabondan assist. Muhammad Ali O'rinboyevdan esa dubl. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugun Muhammad Ali O'rinboyevni asosiy tarkibda Riyaskos o'rnida maydonga tushirdi Kamoliddin Tojiyev. Vladimir Nazarov. Mana uni olqishlayapti O'rinboyev. Mana golning takrori. Rahmat aytamiz rejissyorlarga. Barchasini noldan, boshidan ko'rsatib berishyapti. Vladimir Nazarov. Bu yerda himoyachi xato qildi, ammo Paxtakor o'yinchilari mukammal darajada o'ynab berishdi. Ayniqsa O'rinboyev juda ham matematik hisob kitoblar bilan to'pni darvoza ustidan tashladi. Darvozabon ustidan.
Bashar Resan to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Boshi bilan zarba yo'llandi. Biroz noaniq. To'p darvoza ustidan o'tib ketmoqda. Buxoro oldinga chiqqan zahoti Paxtakor qarshi hujumga tayyorlanmoqda. Buni ko'ryapmiz. Va odatda xavfli chiqyapti qarshi hujumlar. Bashar Resan! Qanday zarba yo'lladi hozir mana bu futbolchi? Super urinishni amalga oshirmoqda Bashar Resan. Takroran ko'ramiz. Bashar Resan to'pni olib qo'ydi va trayektoriya ajoyib edi. Stadiondagi muxlislar Bashar deya baqirishmoqda. O'zini ko'rsatdi. Bugun hujum uchligidagi barcha o'yinchilar gol urishmoqda. Yana olib qo'ydi Paxtakor. Hojiakbar Alijonov aqlli uzatma va 5-gol. Ibrohim Ibragimov. Ha, gol chiroyli, bitta urinishda darvozani ishg'ol qildi, lekin assist bu yerda alohida mavzu. Ulug'bek Baqoyev yog'iga esa qarang, yerlatib odatda havodan kimdir yetkazib beradi. Bunday paytlarda. Ammo Alijonov emas. Alijonov juda ham kreativ. Ammo hujumning boshlanishida qoida buzildimi, yo'qmi degan savol qolmoqda. VAR orqali tekshiriladi. Ibrohim Ibragimov goli inobatga olinmoqda. Yuqoridan yaxshi imkoniyat. Nazarov mana seyf amalga oshirdi. Murakkab seyf. Buni o'xshamayapti Braynning hujumdagi harakatlari. Salaval zarbasi muvaffaqiyatsiz chiqqanda. Jo'raboyev yaxshi uzatmani amalga oshirib berdi. Bilol To'pliyev xavfli tarzda zarba yo'llaganda. Abdullayev unga ajoyib pas. Brian Ortiqboyev uzun pas. Paxtakor yaxshi vaziyat. 6-0. Muhammad Ali Usmonov yana yiriklashdi hisob. Kamoliddin Tojiyevning bu mavsumdagi debyuti deya olamiz menimcha. Super darajada boshlandi. Bugun Buxoro himoyachilariga menimcha Baqoyevning e'tirozlari juda ham ko'p. Mana bu yerda ham aldandi. 3 himoyachi orasida Muhammad Ali Usmonov xohlaganini qilyapti. Aldab o'tyapti, darvozaga zarba yo'llayapti, gol uryapti. Xatoga yo'l qo'ygandi, hozir bo'ldi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetmoqda. Paxtakor jamoasining navbatdagi yirik g'alabasiga guvoh bo'ldik. 6-0 hisobida